boshlaylik. Mana bu qo'limda sholg'as bor, Qashqar bor, o'zbek milliy xalq sholg'asi bor. Musiqada 7 ta notamiz bor. Xuddi shu 7 ta notamiz har bitta sholg'oyimizda bor. Tanburda ham, baxshilar sholg'asida ham, dutorda ham, skripkada ham, hatto Qashqar bog'ida ham bor. Ularni mana eshitilishi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nechta ekan notamiz o'quvchilar? 7 ta. Endi men sizlarga hozir Qashqar bog'ida o'zbek milliy kuylarimizdan bir ancha qo'shiqni chalaveraman. Kompüterning blok bitaniyasi bilan porti. Har bitta port bir-biriga mos keladigan, ya'ni teskari tushadigan holatlari mavjud emas. Xo'p, tokni bu yerga o'laymiz. Endi ona plataning asosiy amal bajaradigan mikroprotsessori bor. CPU, ya'ni buning nomi Centralniy Processor Unit deb nomlanib, bu asosiy markaziy hisoblash qurilmasi hisoblanadi. Buni tushadigan joyiga e'tibor bering. Joyda ko'ryapmizlar tirqishi bor. Va bu protsessorning mana shu qismiga o'rnashadi. E'tibor beringlar. Bundoq ochiladi. Ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak. Sababi buning ichidagi tilchalari birontasi qayilib qolsa, kompyuteringiz umuman yonib qolishligi mumkin. Shuning uchun tirqishlarga e'tibor berib, mana ikkita chekkada tirqishi bor. Mana shu holatda tekis holatga qo'yib, keyin qopqoq yopiladi. Ko'rib oldinglar? Endi tezkor xotira qurilmasi bor mana. Bu tezkor xotira qurilmasining asosiy vazifasi kompyuterning ishlash jarayonidagi dasturlarning ishlashini tezlashtiradi. Buni ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda tirqishi bor. Mana shu bir tomoni kattaroq, bir tomoni kichikroq bo'ladi. Shunga qarab turib, uning joyini topib, mana e'tibor bering. Mana bosganingizda ikkala tomondan mahkam ushlab qoladi. Ko'rib oldik-a? Endi kompyuterga ulanadigan mana bittasi SATA port, bittasi ATA port. Bularni mana shu tartibda ulanadi. E'tibor bering. Bularga tepasiga qarasak, ozgina tirqishi bor. Mana shu narsaga e'tibor berib, mana bu tartibda ulaymiz. Kompyuterda ham xuddi shunday o'zi ulaydigan port bor. Mana bu tartibda ulab olamiz. Mana shu tartibda kompyuter ma'lumotlarni ayirboshlashni boshlaydi. Agar yangi Windowsga, ya'ni yangi Windowsga to'g'ri ruschaga to'g'ri
yangi talqin bo'ladigan bo'lsa sarta portli bo'ladi. Mana xuddi shuning o'zi kabelning ichkariroq. Ammo lekin ishlash tezligiga juda katta farq qiladi. Ustozlar ishi. 2 qator so'z bilan yetkiza olmaymiz. 22 maktabning mehribon ustozlarini har darsingizda yoritdingiz yo'lni, bilim dengizida bergansiz yorug' nurni. Sabr toqat bilan tarbiyaladingiz, har bir o'quvchiga qalbingiz bilan bordingiz. Fano yo'lida kuch berdingiz, yo'ldosh bo'ldingiz, biz uchun har doim mehringizni berdingiz. 22 maktabning faxrli ustozlarimiz, sizga bo'lgan hurmatimiz cheksizdir. Har bir darsingiz hayot darsi, oltin ta'lim, mehringiz bizga hayotdan yorug' chiroqdir. Rahmat sizga aziz ustozlar, maqtovga loyiq sizning oliyjanob qalbingiz.